Umar ibn Abdulaziz taqvodor zotlardan. Xulofoi roshidlarning 5-chisi deyilgan. Janoza namozini odamlar bilan o'qidi, qabristonga keldi, o'tirdi. Va qabrlardan birini olib o'tirar ekan, qabrdan so'radi. Ey qabr, habiblarimizni nima qilding? Aziz va xorlarni nima qilding? Dunyoda inson aziz bo'lgandir, xor bo'lgandir odamlar oldida. Ammo qabrga kirgandagi azizlik, xorlik bo'ladi. Qaranglarda, qabrda osti bir xil. Yo boy odamni ipakka o'rab, lahadini ham kafil qilib ko'mganini ko'rganmisizlar? Kambag'al ham o'sha surib ko'riladi. Boy ham o'sha surib ko'riladi. Ustiga bir xil turpoq tortiladi. Qabrining razmeri ham bir xil bo'ladi. Yer ustidagi hashamat tiriklar uchun. Ha, mana shu qabristonga kiradida bemalol kulishib, gaplashib o'tiraveradi. Birodarlar, qabristonga borganda qalbida taqvosi bor odam mahzun bo'lib qolish kerak. Qarang, 17 ga kirib o'libdi bittasi 71 ga kirib o'libdi, bittasi 18 ga kirib o'libdi, bittasi 81 ga kirib o'libdi, lekin hammasi nima bo'libdi? Ketdi shu yerga. Juda ham yuragimiz siqilib kelsa, hayotdan siqilib kelsa, qabristonga boraylik. Juda ham quvnab, terimizga siqmay, hamma yo'g'imiz gullab, quturib ketayotgan bo'lsak ham, qabristonga bir borib qo'yaylik. Fa innaha tuzakkirukumul axira deganlar Rasululloh. Qabristonlarni ziyorat qilinglar, zero u sizlarga oxiratni eslatadi.